Zoom platformasida siz tayyor testlarni emas, balki sun'iy intellekt yordamida siz uchun tayyorlangan testlarni ham ishlashingiz mumkin. Keling, buni qanday ishlashini hozir sizga ketma-ket ko'rsataman. Avvalo shaxsiy kabinetingizdan sun'iy intellekt bo'limiga kirasiz. Aynan shu joyda test tayyorlab beruvchi AI joylashgan. Bu yerda sun'iy intellektga aniq topshiriq yozish juda muhim. Qanchalik to'liq yozsangiz, test ham shunchalik sifatli bo'ladi. So'rovni yozib bo'lgach, yaratish tugmasini bosasiz va sun'iy intellekt bir necha soniya ichida testlarni tayyor qilib chiqarib beradi. Endi shu testlardan bir nechtasini ishlab ko'ramiz. Savollar real imtihon formatida tuzilgan va darajasi milliy sertifikatga mos. Test yakunlangach, natija darhol ko'rinadi. Qaysi savol to'g'ri, qaysi bir xato ekani aniq belgilanadi. Bu sun'iy intellekt sizga vaqtni tejaydi, zaif joylaringizni topishga yordam beradi va imtihonga maksimal darajada tayyorlaydi. Eduzon bu shunchaki platforma emas, bu sizning shaxsiy aqlli repetitoringiz. Testlarni sun'iy intellekt bilan ishlab, natijalaringizni nazorat qilib boring.